Ustozlar, ana endi siz bilan hozir parvoz metodi bilan tanishamiz. Bunda siz oldingizga qo'yilgan oq varaqlarga tilak yozishingiz kerak. Marhamat, boshladik. Endi yozgan varaqingizdan samolyot yasaymiz. Boshladik. Menimcha samolyot yasashimiz. Samolyotlarni uchiramiz. Marhamat. Marhamat so'zlar o'qishingiz mumkin. Farzandlaringiz, shogirdlaringiz ardog'ida yuring. Rejalaringiz 100% amalga oshsin. Sog'lik, salomatlik, baxt tilayman. Ta'tilingiz maroqli o'tsin. Rahmat. Men o'qing. Tilaklar ichida izlab topganim Alloh nigohimni sizga qaratsin. Tilagim dunyoda Allohdan bugun sizdek insonlarni ko'proq yaratsin. Kim? Rahmat. So'z rahmat. Qosimov Azizga Alloh xudo. Davom etamiz. Kelgusi yo'lingiz ham mana shunday g'alabalar bilan bo'lsin. Rahmat. Marhamat. Men sizga tilayman, maktab tugaganligi sababli dam olish uchun Zobit sanatoriyasiga yo'llanma oling. Men sizlarga chinor umrini, sibirliklar sog'ligini, lo'lilar sho'xligini, hindlar sevgisini tilayman. Rahmat. Rahmat. Ustozga ham katta rahmat. Ustoz shuni alohida olqishlar. Rahmat ustoz, iloyim. Hammamizga birday nasib etsin. Ustozlar, hozirgi o'yinimiz shart shundaki, ikki guruhga qalamlar beriladi. Bir-birimizni qo'limizdan o'tkazib, eng oxirgi ishtirokchimiz qo'liga qalam tekkanini qalam joyiga qo'yib, ushbu sovg'aga ega bo'lish kerak. Qaysi guruh birinchi? Tayyormisiz? 1, 2, 3 boshlaylik. Endi bu yana bir marta ko'ramiz. Bu guruhga imkon bergan holda yana bir marta ko'ramiz. Qattiq kechiktirgan. Qilamiz. Ikkinchi guruhga imkon bergan holda, ana endi bu tarafdan boshlaymiz. Xuddi yana shu shart bajariladi va sovg'a olish kerak. 1, 2, 3 boshlaylik. Bir-birimizni qo'limizga tegish kerak. Do'stlik g'alaba qozonadi. Endi o'yinimiz mana hozir juftlikda turib olganmiz. Odamimizning smetryonka bo'yicha o'ngga chapga aylanish ham o'nloq daqiqa, ham jismoniy mashq. Buning uchun ikki qo'llab kitobni sherigingizga berasiz. Sherigingiz ikki qo'llab olib, bu yoqdan sizga qaytaradi.